Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yana sizlarni Achuchoy kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun biz sizlar bilan ushbu mahsulotni qanaqa qilib nastroykalarini to'g'ri bajarishni ko'rsatib o'taman. Agarda siz proshivka qilganingizdan keyin nima qilish kerakligini bilmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda qiladigan ishingiz mana kirasizda zavodskiy nastroyka qilasizda. Da qilasiz, karta bo'ladi. Yana da qilamiz. Bo'ldi, tamom. Xo'p, endi sozlamalarni tushuntirib beraman. Sozlamalar o'z to'rt bo'limdan iborat. Mana bu yoqda mana umumiy sozlamalarni umumiysi mana versiya PO menyuga ketib qoldi mana. Qanaqa proshivka turganini ko'rsatadi bu yoqdan. Bu yoqda mana zavodskiy nastroykalarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Ya'ni agar qayerda xato qiladigan bo'lsangiz, shunday zavodskiy nastroykani da qiladigan bo'lsangiz, bo'ldi. Eng stabil sozlamalarga o'tadi. Xo'p. Keyin bu yoqda mana загрузка настройка o'zingizga moslab sozlamalarni to'g'rilasangiz bo'ladi. 3 ta sozlamalarni saqlab qo'ysangiz bo'ladi. Shahar uchun, trassa uchun yoki umuman foydalanmasangiz ham bo'ladi. Xo'p, ikkinchi bo'lim rejim mut bu avto turishi kerak. Avto mut ham tegishmaymiz. K diapazonni o'chirib qo'yamiz. O'z avtomatik tarzda ham o'chiq bo'ladi, chunki pameh berishi mumkin. Bu yoqda mana signaturalar Cardon, Scat Cardon, M Cardon Pro, Atom va shunga o'xshash radarlarni istasangiz yoqib o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun hozir multiradar o'chiq turibdi. Agar ertaga multiradar qaytadigan bo'lsa, mana shu yerdan shuni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Xullas bu yoqda hamma signaturalarni qo'shib o'chirish mavjud. Mana Avtokonin, xullas mana shu yoqqa. Lazerda ham o'zi avtomatik tarzda o'chiq turadi. Texigorod, men misol uchun buni o'chirib yuraman, lekin siz yoqib yursangiz bo'ladi. Sababi bu nima degani? Texigorodda 60 tezlikgacha shahar ichida deteksiya bo'yicha titillab ovoz chiqarmaydi. Baza bo'yicha hamma ma'lumot beriladi. Faqatgina 3 oyoq avtokoni deteksiyasi yoniq turadi, qolganlari o'chiq turadi. Chunki qolgan radarlar hammasi baza bo'yicha ogohlantiradi, ortiqcha narsa sizga kerak emas. Ya'ni sizni tinch, ortiqcha signallarsiz yurishingizni ta'minlaydi. Чувствительность, ya'ni sezuvchanlik magistral rejimda 3 turadi. Indikator filtriga yo значок qo'ysangiz bo'ladi yoki grafik qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Значок yaxshiroq. Ya'ni pameh berayotganda ovoz chiqarmaydi-da, ekranda shu yo grafik chiqadi yoki F harfi chiqadi yoki grafik chiqadi, xullas kalom. Misol uchun автоключение запись скорости. Misol uchun ma'lum bir soni tezlik qo'yib qo'yganingizdan keyin, mana 100 dan keyin tezligingizni ko'rsatmaydigan qilib qo'ysangiz bo'ladi. Endi misol uchun gohida har xil vaziyat bo'lgan payt o'zingizni isbotlash uchun kerak bo'ladi. Yana ham sharoitga qarasangiz bo'ladi. Lekin uni kamida 110 dan baland qo'yib qo'yishingiz kerak, chunki radarlar sizni 100 dan baland jarima tortadi-yu. Siz 100 ketayotgan bo'lsangiz, 105 ga deb jarima keladigan bo'lsa, bekor qila olmaysiz. Xullas, bularga tegishmaymiz. Avtoключение звука, misol uchun buni 30-40 ga ham qo'yib qo'ysa bo'ladi yoki 50 ga turgani ham bo'ladi. Ya'ni 50 tezlikgacha ovoz bilan sizni hech qanaqa ogohlantirmaydi. Bu ham xuddi o'sha narsalar davomi. Bularga tegishmaymiz. Avtogord rejimi o'tishi 60 tezlik, ya'ni gord rejimi o'tishi avtomagistral 100, maksimal skorost bu yoqdan 160 turibdi. 160 dan o'tgandan keyin radar detektorga to'g'ri gibrid titillab qoladi, signal berib qoladi. Перевышение 1 qo'yib qo'yilgan перевышение limiti. Bu narsa mana tezligingiz ma'lum bir tezlikdan oshib ketadigan bo'lsa, mana 70 qo'yilgan radar baza bo'yicha ogohlantirdi. 71 yuradigan bo'lsangiz yoki 100 qo'yilgan bo'lsa, 101 yuradigan bo'lsangiz, radar detektor signal berib tezligini pasaytir deb ogohlantiradi. Mana bu yoqda zvuklarni qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni mana shu yerdan qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, mana ogohlantiradi tezliging oshdi deb. Misol uchun Smart GPS qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Tezligingizga qarab radarlarni distansiyasi bo'yicha ogohlantirib beraman. Misol uchun 100 ketayotgan bo'lsangiz, tepadagi statsionar radarlarni taxminan mana 100 metrdan, 100 ketayotgan bo'lsangiz 600-701 kilometrdan aniqlaydi. Shahar ichida 30-40 yuradigan bo'lsangiz, shu 250-300 metrdan yoki uni o'chirib qo'yib, o'zingiz mana bu yoqda metrajlarni to'g'rilab chiqsangiz bo'ladi. Mana turibdi 1000 metr, 600 metr, xullas shunaqa. GPS informatoriyani ovoz berish, ogohlantirish 500 metrdan radar bo'yicha ogohlantirib boraveradi. Model kamera B'da, ya'ni radarlar nomini ham aytishni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi, istasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. O'zi o'chiq turadi, yoqib qo'yish ham shart emas. Bu yoqdan mana radar statsionar radarlarning turlarida malomoshli radarlarni ogohlantirishi, ogohlantirmasligi, mana sistema potok O'zbekistonda yo'q, baribir adashmasam yoniq turadi bular. Strelka, mana svetofor nazorati, temir yo'l nazorati, mobilniy radar. Bularga lekin tegishmaslik kerak. Post DPS yoki post o'chirib qo'ysangiz bo'ladi yoki yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Kontrol sredniy skorosti hali O'zbekistonga ishga tushgani, tez orada ishga tushishi mumkin. Buni ham yoniq turishi kerak.
video bloklarni yoqib turish kerak. Mulyajda istasangiz yoqib qo'ysangiz bo'ladi, istasangiz o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin yoqib qo'ygan shart. Sababi hozir aynan mulyajlarning oldiga radar belgilar o'rnatilib, uchoyoq yoki shunga o'xshash ko'chma radarlar o'rnatilyapti. Kurzovoy kontrollarni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Остановки stoyanka, ya'ni остановка запрещенlarni ogohlantiradi. Mana distansiya qolganini ogohlantirishi. Mana shunaqa sozlamalarni sozlay olasiz-ku o'zingizga. Mana shu narsani saqlanib qilib qo'ysangiz bo'ladi mana shu yoqqa. Mana birga saqlanib qilinma. Keyin ham bitta sozlama qilib, ikkiga saqlanib qilsangiz bo'ladi trassa uchun qilib. Xullas shunaqa. Keyin boyagi birinchi bo'limga o'tib, o'sha загрузкani o'tkazib olsangiz bo'ladi. Bu yoqdan ham загрузка настройка qilsangiz bo'lar ekan. Bu yoqdan ham nima qilasizdan birni bossangiz, mana o'sha настройкani загрузка qilib oladi, o'sha настройка bo'ladi. Mana tochkalar, ya'ni tugmachani bosib tursangiz, aniq tugmacha esimda yo'q, yoki bunisi yoki buni bosib turadigan bo'lsangiz, aynan o'sha nuqtani o'zini miyasiga saqlab oladi va o'sha joyga yaqinlashayotgan paytingiz foydalanuvchi nuqtasi deb ogohlantiradi. Xo'p, buni test qo'shib qo'yadigan bo'lsangiz, radar detektor yongandan keyin hamma radarlarga o'zini bir sinov oladi. Buni tavsiya qilmayman, o'chiq turgani yaxshi. Xo'p, bu Wi-Fi parollari, Wi-Fi настройкалari, bu yoqda mana Wi-Fi parollarni parol qo'ysangiz bo'ladi, keyin Wi-Fi ga kirib shu joydan ulanib, yangilab olib yoki programmaga ulansangiz bo'ladi. Yonishi, привести. O'chirib qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni bu yongan paytda Silverstone'da yozuvlar chiqishi adashmasam, buni yoqib qo'ysangiz yoki o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Yoqib qo'yadigan bo'lsangiz chiroyli, dizayn 3D motion bo'lib yonishi juda chiroyli. Davlatni mana misol uchun agar Rossiya boradigan bo'lsangiz, Rossiya, O'zbekiston yoki Bolgariyaga ham o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Endi bu biz O'zbekistonda yashaymiz, O'zbekistonda agar Rossiyaga boradigan bo'lsangiz, Rossiyaga o'zgartirib qo'yasiz. Голос. Endi qarang, ko'pchilik adashishi mumkin-da bu yoqda mana strana degan joyda ruscha qilaman deb Rossiya meri deb qo'yadigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi radarlarni olmay qolishi mumkin. Shuning uchun O'zbekiston qolaverish kerak. Голос bu rusga qoladi. Yoki o'zbekcha ham qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. O'zbekcha gapirib ogohlantiradi. Rejim displeyi RDVR, ya'ni ekranda hozir bilsangiz ham video registrator o'rnib turadi, ham radar detektor turadi-yu. Shuni faqat radar detektor qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Lekin men tavsiya qilmayman. Ekranda qiziqarli bo'lib video registrator ham turgani yaxshi, ko'rib turasiz. Stil ikonika tegishmaymiz, прозрачность ikonika ham tegishmaymiz, 8 turaversin. Xo'p, разрешение video, ya'ni videoni kattaligi mana misol uchun o'lchami. Eng yaxshi o'lcham shu deb hisoblayman. Istasangiz bunaqa rejimda ham olsangiz bo'ladi yoki bunaqa rejimda ham olsangiz bo'ladi. Xullas, eng yaxshisi men fikrim bo'yicha 1920 1080 30 anaqa turgan yaxshi. Качество videoga visoki turish kerak, raqamlarni ham hamma narsani kачествоdan zo'r qilib oladi. Время записи, ya'ni necha minut zapis qilishi, misol uchun 3 minut qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Men ko'pincha 3 minutda yaxshi bilaman, 1 minutdan ko'ra 3 minut yaxshi. Masalan, 1 minutga adashib ketasiz, 5 minut ko'proq menimcha. Shuning uchun 3 minut yaxshi. Автостарт записи, ya'ni bu avtomatik ravishda zapis qilib ketishi, tushunishim bo'yicha. Displeyni avtomatik o'chishi, ya'ni istasangiz o'chirib qo'yadigan bo'lsangiz bo'ladi. 30 sekunddan keyin rejim ajdaniga o'tib, faqat adashmasam speedometr turadi. Ya'ni bu narsani men bu yoqdan to'g'rilasa bo'ladi speedometrga. Menimcha video registratorda o'zi turgani yaxshi, ya'ni ham o'zingiz bilasiz. Xo'p. Задержка во включении 15 sekund turadi bu. Mikrofonni istasangiz mana zapisni mana 2 ga turibdi-yu, mana mikrofon 2 ga turishi kerak. Misol uchun zapis qilmasligi, ya'ni mikrofon kimdir salondagi suhbatni yozib olishni xohlaydi, kimdirlar xohlamaydi. Yozib olgan baribir yaxshiroq deb bilaman. Xo'p, ekspozitsiyasiga tegishmaymiz. Чувствительный датчик удара, ya'ni bu ham zo'r funksiyalardan bittasi. Qo'shib qo'yish kerak, niskaga tursa ham mashinaga zarba bo'ladigan bo'lsa yoki avariya bo'ladigan bo'lsa, xudo ko'rmasin unaqa bo'lmasin, sizga o'sha hodisani o'chmaydigan papkasiga alohida saqlanib qo'yadi. Ya'ni o'sha voqeadan 1 minut oldingi, o'sha voqeadan 1 minut keyingi xullas o'shani keyin 3 minutlik videoni alohida o'chmaydigan papkasiga saqlanib qo'yadi. Shuning uchun buni qo'shib qo'yish kerak. Mana videoda pastda shtamp bilan vaqt bilan kunni ko'rsatishi, o'sha narsani o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, yonib tursa bo'ladi, lekin vaqtlari ham kerak, chunki agar siz jarima tushib qoladigan bo'lsangiz, isbotlash uchun vaqtlari, soatlari bilan ko'rsatib beradi. Gos nomer, ya'ni davlat nomeringizni qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Bu o'zingizga qarab, kimdirlar qo'shadi, kimdirlar qo'shmaydi. Jancha важный emas. Vaqtni mana misol uchun mana o'zi turibdi, to'g'ri vaqt, xohlasangiz buni o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Bu GPS dan olgani uchun bu vaqt doim to'g'ri yuradi. Часовой пояс +5 O'zbekiston.
mana GPS vaqtni o'zi to'g'irlashi har qilib qo'yadigan bo'lsangiz, avtomatik tarzda vaqtni o'zi to'g'irlaydi. GPSni o'chirib yoqish, GPS doim yoniq turishi kerak, unga ham tegishmaysiz. SD format, ya'ni fleshkani format qilish kerak edi. Format qiladigan narsa edi, format qilib yubordim, ko'rsataman deb. Xo'p, menyu tili, misol uchun o'zbekchaga o'tkazib qo'ysak bo'ladi. Mana endi o'zbekcha bo'ladi mana. Boyaki mana zavod sozlamalarni bitta tiklash bo'ladigan bo'lsa, mana eng birinchiga turgan narsa alohida qilib qo'yilgan edi-da. Shunday zavod sozlamalari avtomatik tarzda sozlanib ketadi. Proshevka versiyasi bu o'sha proshevka versiyasi, tushunganingizdek. Xo'p, oxirgisi videolarni shu joydan ko'rasiz. Nimalar bo'lganini mana shu joydan ko'rsangiz bo'ladi. Favqulodasi aytdim-ku, avariya bo'lgan narsa alohida papkaga saqlanib bo'ladi. Xullas, mana shu joydan siz hamma narsalarni kuzatib, nastroyga qilsangiz bo'ladi. Menimcha hammasini to'liq tushuntirib berdim. Xo'p, aziz do'stlar, hammasini tushuntirib berdim deb o'ylayman. Boshqa tushuntiradigan narsa qolmadi. Qolgani juda ham. Xo'p, aziz do'stlar, ko'rganingizdek barcha narsani tushuntirib berdim. Boshqa tushuntiradigan narsani o'zi ham qolmadi. Shu orqali siz radar detektoringizni bemalol sozlab olishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Sog', omon bo'ling.